Akalar ketdi. Rahmat aka. Aka biz Eshakda Toshkentga ketyapmiz. Shu akalarimiz yo'lda ko'rib shuncha hurmat qilib kelishdi. Rahmat kattakon. Mana akalarimiz kelishdi. Rahmat kattakon akalarimizga. Addeshga uchun shuncha hurmat qilib kuzatayotganingiz uchun. Qashqadaryo. Ana akalarimiz. Rahmat Addeshga uchun shuncha hurmat qilib kuzatib borayotganingiz uchun hammaga rahmat kattakon. Darband postdagi temir yo'lchi akalarimizga Addushi rahmat akajonlarim kattakon. Hurmat qilib akalarimiz yo'lda kuzatishyapti. Rahmat aka Addushi. Aka akalarimiz ham to'xtashdi. Xayrli sizlar aka, aytib yuboringizlar. Surxondaryo. Aka akalarimiz rahmat. O'sha qayerdamiz? Aka to'xtaganingizcha mana shopirga bonus. Shopir sizmisiz? Aka. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana akalarimiz to'xtashgan ekan. Rahmat akalar, hammalaringizga paddeshka qilib to'xtaganingizdan. Rahmat. Akalarimiz. Paddeshka uchun hammaga rahmat kattakon. Furachlar bormi? Furach akalarimiz ham to'xtashyapti. Rahmat kattakon. Shunday katta texnika bilan biz oldimizga to'xtab, mana shu paddeshka qilayotgan uchun kattakon rahmat hammaga. Paddeshka turgan hammaga rahmat kattakon. Butun O'zbekiston. Mana xudo xolsa sayrobga keldik. Biz bugun Qashqadaryoga o'tamiz, xudo xohlasa paddeshkalaringiz bilan. Qo'llab-quvvatlashdan to'xtamayingizlar. Qani sayrobliklar, paddeshkani bitta ko'rsatib qo'yaylik. To'xtab, aka kattakon rahmat shuncha hurmat uchun aka. Biz oldimizga to'xtab o'tishyapti. Addushi rahmat akalar hammalaringizga. Bizni yo'lda ko'rib to'xtashgan ekan. Rahmat hammalaringizga kattakon. Bugun 3-kun aka. Senga omad. Rahmat akajon. Rahmat, Sherobod paddeshka qilib turamiz. Sherobodlar olg'a. Rahmat kattakon aka. Voy aka. Bo'pti akajon, rahmat. Termizdan Umid akamiz. Yo'q akajon, biz gapirdik. Termizdagi Umid akamiz aka. Orqada ham akalarimiz bor aka. Sherobodlik akalarimiz aka mana. Rahmat hammalaringizga paddeshka uchun hurmat uchun akalar, opalar. Rahmat. Mana akalarimiz 89-yil sho'rchi, Sherobod hammasi aka. Paddeshka rahmat. Assalomu alaykum. Mana akalarimiz biz ko'rishga to'xtatdi. Rahmat akalar, paddeshka uchun shuncha hurmat qilib. Akalarimiz hammaga rahmat shuncha paddeshka uchun tanzan kelishyapti. Katta yuk mashinalar to'xtashyapti. Rahmat. Akalar, rahmat akajon. Assalomu alaykum. Charchamasizlar, assalomu alaykum. Sizlarga charchamasizlar, hormangizlar aka. Rahmat aka. Assalomu alaykum akajonimiz aka yo'lda to'xtashdi. Rahmat aka paddeshka uchun. Samarqand nomerini legenda qilayotgan Muzrabotdan akamiz. Addushi Muzrabotlikda paddeshka qilib turamiz. Akalarimiz kelishibdi. Mana sayrobga kelib aka bilan uchrashib qoldik. Mana bu ismdan jo'nayaptilar Toshkentga, xudo xolasa Sheroboddan Boysungacha kelibdilar. Akani ishlariga omad. Rahmat akalar kattakon. Sizlarga ishlaringiz omad. Chiqlari hammasiga salom. Laykli bo'lsinglar akaga, omad. Qadrdonlar 2 kundan beri mana shu ishni yurdirolmay xarak qilayotgandim. Zo'rg'am topdim. 3 ta olma bergandim. 4-chisini ko'rsatgan, bizdan yarkiryapti yaxshigina. Kostyumasini.